Nega nolib yashaysan, berganiga shukr qil. Ko'zing yorug' dunyoni ko'rganiga shukr qil. Nega nolib yashaysan, berganiga shukr qil. Ko'zing yorug' dunyoni ko'rganiga shukr qil. Shivirlagan maysalar gilam bo'ldi yo'lingda, oqar suvlar menga kirganiga shukr qil. Shivirlagan maysalar gilam bo'ldi yo'lingda, oqar suvlar menga kirganiga shukr qil. Ay, assalomu alaykum, hurmatli muxlislarim, yurtdoshlarim. Sog' salomat uyg'ondingizmi? Allohga shukr, yana bir kunni ko'rsatgani uchun bugun tiriklar qatoridamiz. Uyg'ondik azizlarim. Bugun saharlik qildik, namozlarimizni o'qidik. Mana yana hamma kimdir ishga, kimdir yana bir hayit oldi, yaqinlarni so'rash uchun yo'lga otlanayotgandir. Biz ham shunaqa hayit arafasida bugun sizlarga aytib o'tib ketgan, ilgari bir efirimda aytgandim. Bir qizimiz bor, singlimiz, ota-onalar o'tib ketib, meni dadajonim bilan onajonim 4 ta qolib ketgan bolalarni katta qilib, uyli joyli qilgan. Shulardan bir kichkina singlimiz unchalik nima bo'lmadi, hayotlari yaxshi turmush o'rtog'i bilan yashayapti-yu, lekin udda biron emas. Qizimiz ham, bu yigitimiz ham, kuyovimiz ham. Hozir endi mana shu hayit arafasida Xudo xolasa mana bir so'rab kelaylik, chiqib kelaylik deb turibmiz. Men buni boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Aziz onalar, aka-ukalar, opa-singillar, hayit bayramida bir-biringizni so'rab, yaxshi shunaqa farzandlarni xursand qilib, bir yaxshi kunlarda so'raylik. Chunki nima deydi, bizdan faqat mehr oqibat qoladi. Hech bo'lmasa shu qo'lingizdan kelmasa ham telefon orqali tabriklashga o'rganganmiz. Hech bo'lmaganda shu oldin ham aytganman, bir qop piyozmi, 4 kilo kartoshkami, 2 kilo guruchmi, 4 ta nonmi, mayli nima bo'lganda ham diydor g'animat. Bu ko'ngilni, birovni ko'nglini olish juda ham yaxshi narsa. Kasal yotganlarni, mana shu muhtoj oilalar bordir. Men mana shu kanalimni o'zi ochishimdan maqsadim, ilgari ham aytganman, shu xayrli ish qilamiz. Shunaqa bir insonlarni shunaqa bir nimaga o'rgataylik. Farzandlarimizni nima qilaylik, siyli rahmli qilaylik. Shu bizdan keyin farzandlarimiz bir-biriga, qarindosh urug'ga, nima deydi, mahalla ko'yga, bir-birlariga, ota-onaga mehrli bo'lsin, oqibatli bo'lsin deganim mana shu efir ochganim edi. Hali mana shunga qo'l urmagandim azizlarim. Sizlardan bugungi efirimda iltimos qilib qolardim. Mana shu bugun mana shu qizimizga boramiz. Men Alloh nasib qilsa yo'limiz ochsa, albatta bugun Xudo xolasa borsak, shu dadajonim bilan ularning yo'llari ham, bilasizmi, yo'llari ham juda ham o'tish qiyin bo'lgan joylar, mashina ko'p ham yurolmaydi, lekin harakat qilamiz. Shu bu borib bolalarini o'zlarini bir qo'limizdan kelguncha xursand qilib kelish. Va men bugun efir qilaman shu nimalarim, muxlislarimdan, yurtdoshlarimdan kuzatib
turing meni efirim, xudo xohlasa bugun kechga efirimni chiqarib beraman. Men shu qizimizni oilasini ko'rsataman bugun. Bilasizmi, juda ham bir dalalarga xuddi ozgina kichkinagina bir chodir qilib yashaydi-ku, dalaga qarash uchun xuddi shunaqa joyda yashaydi. Bir 2 yil oldin ham qulab ketish arafasida edi, lekin u yoq bu yoqda bir amallab yashab turdi. Endi aytishingiz mumkin, nimaga o'zlari nima uy qilib nima qilolmaydimi deb. Men yana aytib o'taman, qodir emas. Bu yigitimiz ham bir joyda ishlab tutib kelishga qodir emas, shunaqada. Shu uchun ikkitagina farzandi bor. Mana shu bu yilgi qishda farzandini tishi og'rigan bo'lgan. Ikkinchi o'g'lini tishi og'rib, yiringlab ketib, suyakka o'tib, zo'rg'a yaxshi qilib oldik. Xudoga shukur, yaxshi doktorlar bizga kechikibsizlar. Endi mayli olib kelib ketib turinglar, ko'ramiz deb operatsiyalar qilishdi, lekin xudoga shukur yaxshi qilib oldik. Endi men iltimos qilgan bo'lardim, mana shu qizimizni bugun kartalarini olib kelamanda, shu efir qilib beraman. Shu hayit oldida kimlargadir yordam bersam, shu hayit arafasida beradigan ehsonlarimizni agar imkoningiz bo'lsa, o'zingizdan orttirsangiz, qancha bo'lsa ham 5,000 so'mmi, 10,000 so'mmi, balki bir saxovat besha insonlar chiqib qolar. Men shu mayli yaxshilik qilaman, men shu qizimizga, shu oilaga deganlar bo'lishi mumkin. Chunki bu qizimizga o'tgan yili bir tadbirkor yer bergan, shu yerimga qarab turasan degan, yer bergan, bir 2-3 uy solib nima qiladigan, lekin suv chiqmas ekan. O'sha nimadan suv chiqmas ekan. Meni shu Allohga shukur, Alloh rozi bo'lsin. Shu katta qizim ham tadbirkor, shu qizim suv chiqarish uchun biroz mablag' berganda, endi unga katta artizan qurish kerak. Endi u oddiy nima emasda, u yerda 100 metrdan ziyod suv chiqar ekan. Endi shuni qazdirib, suv chiqarib nima qilishimiz kerak. Endi xudo xohlasa shu bu yil bahorga boshlaymiz deb turibmiz. Men bugun borib tanishtiraman. Yana bitta joyi bor, bular turgan joyda ilonlar bor ekan. Bir 2 marta ilon shu tepadan tushmoqchi bo'lgan. Tepa ham hozir ham chakka o'tib, hamma joy nima bo'lib ketibdi. Endi nima deydi, meni nimam, hurmatli aziz yurtdoshlar, mana shunaqa insonlarga agar qo'lingizdan kelsa, shu bir nima qilaylik, Alloh yo'lida. Aytadi-ku, muhtojga, nimaga yordam bergan, yo'l qilgan, uy qilgan, masjid qilganlarni Alloh u dunyoda bir bizni mukofotimiz katta ekan. Va shunga bir-birimiz bilan shu birlashib, mana shuncha odamlarga nima yordam berib nima qilib kelyapmiz. Mana Xudoga shukur, qancha insonlar, saxovat besha yaxshi insonlar bor. Hozir men mana shu ikkita farzandi uchunda, farzandi shu zax bo'lgani uchun, pol yo'q, boshqa yo'q, zax bo'lgani uchun shu tishidan yiringlab suyakka o'tib oz qoldi go'dak. Endi shunga bugun xudo xohlasa hozir chiqib birdan so'rab, xayrlik qilib efir qilmoqchiman azizlarim. Endi pensiyasi bor ota-onalarimiz, mana oylik oladiganlar bor. Shu klikidan shu men telefon nimasini olib kelaman. Xudo xohlasa shu 5,000mi, 10,000mi qancha bo'lsa ham tashlab qo'ysangiz, xudo xohlasa har nimada shu yordam bo'ladi. Bugun bir nima qilib farzandlarim ham yordam beraman deb turibdi. Xudo xohlasa ular ham qarab turishmaydi. Endi imkonimiz boricha albatta. Endi shunga hozir mana chiqish oldi efir qilyapman. Xudo xohlasa borib kechga yana sizlar bilan nima qilaman. Azizlar, bu mana shu bir oylik davr bizga nima deydi, gunohlarimizni mag'firat qiladigan oy. Mana shu zakotlarimizni berib, so'ramagan, yotgan kasallarimizni so'rab, shunaqa bir ziyoratlar qilib, gunohlarimizni so'rasak, zora gunohlarimiz kechirsin. Shu men faqat duo qilsam so'rayman, ey Allohim, shu ko'z tegmasin, shu O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Mayli kimlardir bunaqa bo'lib ketyapti, bunaqa bo'lib ketyapti deyish mumkin, lekin yaxshi zamonimiz, yaxshi zamonda yashayapmiz. Kecha mana
chiqdik iftorlik qilish uchun kechki paytga bir chiqib keldik xo'jayinim bilan. Nima deydi, ko'chalar tinch, osuda, mana shu nimalar ishlab turibdi, insonlarga iftorlik qilib beryapti, iftorlar bo'lyapti. Menimcha bundan nima bo'lmaydi bunaqa zamonda. Hozir mana ko'ryapsan qancha joylarda notinchliklar bo'lyapti. Ilohim nima deydi, vatanimizga ko'z tegmasin, shu zamonimizga ko'z tegmasin, shu farzandlarimiz baxtli bo'lsin ilohim. Men yana bir bor mana shu bugungi kuningiz xayrli bo'lsin deyman. Yo'llarga chiqayotganlar, ilohim yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Farzandlarimiz sog' salomat yana davramizga qaytib, kechki nonushtalarda yana to'la to'kis o'tiraylik. Shu duo qilib turing azizlarim. Mana hozir bugundan Xudo xolisa boshlaymiz. Shu ehsonparvarlar, shu ko'nglida niyati borlar yordam qilsangiz juda ham xursand bo'lardim. Rahmat barchangizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana efirda ko'rishguncha azizlarim. Xayr toping.